Turkiyaga safar qilmoqchimisiz? Unda eng avval mehmonxonani arzonroq, lekin yaxshisini tanlang. Limon turidagilar bizga Vatan Asur mehmonxonasini tavsiya qilishdi. Biz bu mehmonxonani tanlab adashmabmiz. Aeroportdan transfer olib ketdi. Eshiklarni keng ochib, Vatan Asur mehmonxonasi kutib oldi. Chiroyli, toza va ozoda. Resepsiondagi yigitlar faqat turkcha va inglizcha gapirishni bilishar ekan. Bizni gapirishimizga hojat qolmadi. Pasport berdik, bizni bir zumda xonamizga joylab qo'yishdi. Xonaga o'zingiz baho bering. Ixcham, toza, hamma narsa bor. Konditsioner, televizor, xolodilnik, seyf. Sanuzilga gap yo'q. Mana bu xonamiz balkonidan Istanbul ko'rinishi. Mazza, mehmonxona lokatsiyasi zo'r ekan. Yo'lning narigi tomonida metro, ya'ni Kapı bekati. 200 metr Lalili bozori bilan tepaga chiqsangiz, hamma kerakli joyga yetib oladigan T1 tramvay bekati. Nonushtaga gap bo'lishi mumkin emas. Har xil yeguliklar bor. Salatlar, turli xil mevalar, 4 xil sok, 8 xil kofe, 2 xil issiq yegulik va turklarni mercimek sho'rvasi. Istanbulning doimiy harakatda bo'lgan ko'chasiga qarab nonushta qilish mazzami? Mehmonxona xodimlariga katta rahmat. Har kuni tozalab, suv, choy, qahva, sochiqlarni yangilab qo'yishar ekan. Sizga ham Vatan Asur mehmonxonasini tavsiya qilaman.